Bugun sizlar bilan birgalikda tez va oson tayyorlanadigan, shuningdek romantichniy bo'lgan nonushtalarimizni birgalikda tayyorlaymiz. Shuningdek, bolajonlarimizga ham tuxum va sosiskalarni har xil holatda pishirib bersak, maza qilib, qiziqib yeyishadi. Buning uchun sosisikalarimizni olamizda, o'rtasidan kesib olib aylantiramizda, pastki qismida chiroyli qilib zubachiskalarimizni joylashtiramiz va ustidan tuxumlarimizni birma-bir akkuratni qilib chaqib olamiz. Bir narsa esingizdan chiqmasin, albatta tovani tayi juda ham past holatda bo'lishi kerak. Aks holda kuyib qolishi hech gap emas. Yurakchalarimizni tovaga solib olib, avval bir tomonini, keyin esa ikkinchi tomonini chiroyli qilib qizartirib pishirib olamiz. Yurakchalarimizni pishirib olgandan keyin bu yog'ingizda nima masalliq topsangiz, uni chiroyli qilib bezatish uchun xohishga qarab bezatib olamiz. Men pomidorni tanladim. Pomidor bilan tuxumni ta'mi juda ham bir-biroviga zo'r kelishadi. Shuning uchun pomidor bilan shunaqa bezatib qo'ydim. Video yoqgan bo'lsa, yurakchani qizartirib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.